Siz ham xuddi shu kabi issiqxonangizni loy bilan soya qilmoqchimisiz? Aslida bu ish qanchalik zarar ekanligini bilasizmi? Issiqxonangizga yopilgan plyonkani ustiga siz loydan foydalanadigan bo'lsangiz, plyonkangizning teng yarmi umri qisqarib ketadi. 4-5 yilga yetadigan plyonkangiz 2 yilga ham bormaydi. 2 yildan keyin mana bu plyonkani alishtirishingizga to'g'ri keladi. 1 gektarga taxminan aytaylik 4 mingdan 4,5 minggacha va buni alishtirish ishlari 2 mingdan 2,5 minggacha rasxodga tushasiz. To'g'ri, men hozirgi aytayotgan rasxodlarim ko'zingizga ko'rinmasligi mumkin, lekin ertami-indin mana shu holatga tushishingiz aniq. Quyoshdan himoya qilish uchun loydan foydalanishyapti, ya'ni shu plyonkani ustiga loy sepib soya qilishyapti. Shu narsani siz to'g'ri deb bo'la olasizmi? Yo'q, men to'g'ri deb bilmayman. Dehqonlarimizga ham tavsiya bering. U loy har tomonlama zarar. Plonkaga zarari loy tarkibida sho'ri bo'ladi. U plyonkani umrini qisqartiradi. Keyin bu loyga sepib turish ishchi olib kelgan ishchiga xarajat bo'ladi. Bu xarajat ishchiga qilingan xarajatga soya setga osib bo'ladi. Bu soya setga dehqonlarimizga 4 yil 5 yil xizmat qiladi. Shu kabi ortiqcha rasxodga tushmasligingiz uchun Ali baraka sizlarga Xitoyda ishlab chiqarilgan eng sifatli bo'lgan qora soya setkalarini tavsiya berib qoladi. Endi o'zingiz hisoblab ko'ring, qaysi biri sizga arzonroq va foydaliroq bo'ladi. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Agar sizlarga mana shunaqangi sifatli soya setka mahsulotlari kerak bo'lsa, Ali barakaga tashrif bering yoki mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning mutaxassislarimiz to'liq ma'lumot berib ketadi. Ali baraka, barakali hosilingiz manbai.